Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy o'qituvchi bolalar lagerining ichki ahvolini oshkorladi. Zimiston to'rining 24-mart bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy o'lkalaridan yuqori maosh bilan Sharq Turkistonga taklif qilingan Xitoy o'qituvchi bolalar lagerining ichki ahvolini oshkorlagan. Bolalar lagerida o'qituvchilikka yollangan Xitoy o'qituvchi muxbirning ziyoratini qabul qilib, millionlagan Sharq Turkiston xalqining jazo lagerlarida Xitoycha o'rganishga majburlanayotganligini, lagerga qamalgan ota-onalarning farzandlari doirlar so'ygu farishtalar bog'chisi degandek chiroyli ismlarni qo'yib olgan bolalar lagerida ona tilida so'zlash cheklanib, Xitoy tili, Xitoy madaniyatini o'rganishga majburlanayotganligini, bolalar lagerining tomlarida vatanni suyishni so'zdan boshlash kerak degandek shuarlarning borligini, o'zining Qashqardagi ma'lum bir lagerga taqsim qilinganligini, tunji bolalar lageriga kirganda lagerdagi bolalarning ahvolidan qattiq cho'chib ketganligini, bolalarning kiyimlarining yanglari yirtiq, ba'zilarining oyog'ining chami yo'q, ba'zilarining pashnisi yo'q, ba'zilarining uchi tushuk bo'lib intayin bechora ekanligini, bu bolalarning holati kishiga koni jamiyatning ko'rinishini esiga keltiradiganligini oshkorlagan. Xitoy o'qituvchi yana ilgariki Uyg'ur o'qituvchilarning hammasining Xitoycha imtihon o'tkazilganligini, layoqatli bo'lolmaganlarning ishdan bo'shitilganligini, hayit bayramlarda o'quvchilarning Uyg'urcha naqshlarini aytishi birdek cheklanganligini, partiyani maqtaydigan naqshlarni bir tutash aytishga majburlanganligini, Uyg'ur o'qituvchilarning undidarda Uyg'urcha so'zlaganligi bayqalsa, qarshilik ko'rsatmoqchimi degan so'zlar bilan darhol ogohlantirish berilganligini, lagerga yollangan o'qituvchilarni 5 yillik to'xtam tuzishga majbur qilganligini, bir qatim lagerning tuzumiga xiloflik qilsa, maoshidan 5000 yuan tutib qolganligini oshkorlagan. Xabarda normal maktablarda o'qituvchilik qilayotgan Xitoy o'qituvchi muxbirga yana doirlarning boshlang'ich, o'rta va oliy maktablarining hammasida Uyg'ur tilida o'qitiladigan darslarni amaldan qoldirganligi sababli o'quvchilarning o'tilgan darslarini tushunolmay, o'qish natijasining tuvallab ketganligini, 60 o'quvchi bor sinfda bir qancha o'quvchi 50 nomer olgandan sirt, nurg'un o'quvchilarning 0 nomer olganligini, o'quvchilar besim his qilib o'qishdan sovib ketganligini oshkorlagan. Sharq Turkistondan kelgan yangi uchur vaziyatning bakli ig'irligini ifodalamoqda. Vatanimiz Sharq Turkistondan ikki kishi tarafidan orqa-orqadan kelgan ovozli uchurlarga asoslanganda, Xitoy rejimi yaqindan beri Sharq Turkiston xalqini tutqun qilishni texmo tezlatgan. Sharq Turkistondan kelgan ovozli guvohlikda munolar oshkorlangan. Yaqindan beri jiddiy holat kuchaydi. Xitoy lagerga jiddiy tutqun qilyotdi. Har kuni atiganda mahalla komitetlarda bir duduk bilan hamma odamni yig'ib yo'l tozalashga majburlaydi. Kechikib kelganlarga tarbiyalash markazi lagerga tutib berish tahdidi qiladi. Yosh qiz o'g'illar ishga o'rinlashtirish nomi bilan Xitoy o'lkalariga elib ketilyotdi. Bir qism yoshlar Xitoy o'lkalariga elib ketilishdan qutulish uchun boshqa shaharlarga ish tepishga chiqdi. Biroq ular borgan shaharlarda ularni ishga olmadi. Oxir ular yurtiga qaytib kelganda Xitoy o'lkalariga elib ketildi. Yangi to'y qilgan kishilar mahalliy komitet qatorliq bir qancha o'rindan ruxsat xati olgandan keyin farzand ko'rishga ruxsat qilindi. Biror o'rin ruxsat bermasa, farzand ko'rishga ruxsat qilinmaydi. Qozog'istonga ketmoqchi bo'lgan qozoqlarning pasportini qo'liga berdi, lekin ularni yoshirin yiplarga bog'lab qo'ydi. Masalan, necha yilning oldida o'ziga tava uy mulkini sotgan bo'lsa, Xitoyning yer tavlashga chidamliq deb selib bergan uylarda o'ltirgan bo'lsa, sotgan uylarning Xitoy selib bergan uylarning pulini to'liq olgandan keyin ondan Qozog'istonga chiqishga yo'l qo'ydi. Unda qilolmasa, qo'lidagi pasportni ishiltolmaydi. Bir guvohchi yana o'zi 1980-yildan keyin tug'ilganligi uchun o'ziga yarmi berilmaganligi, o'zining Xitoyga berishga tegishli qarzining yo'qligini pamlab Qozog'istonga chiqib ketish uchun chegaraga kelganligini, biroq chegara soqchilari tekshirish orqali uningga 9000 yuan qarzing bor ekan, qarzni to'lagandan keyin kel deb qaytirib o'tganligini, u buningdan hayron qilib soqchilardan nima qarz ekanligini so'raganda, soqchilar uningga sen ilgari oz farzand ko'rganliging uchun 3 yil mukofot puli olgan ekansan, shu pullarning hammani qaytirib bo'lib ondan kel deganligini oshkorlagan.
Guvohchi yana erlari lagerga tutqun qilingan ayollarning ko'p qismining o'zining lager yoki turmaga tutqun qilinishining oldini olish uchun doim haroq ichadigan bo'lib ketganligini oshkorlagan. İstanbulda Sharq Turkiston tunishtirildi. 23 mart İstanbulning Sultan G'azi rayonida Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli tunishtirildi. İstanbul Sultan G'azi rayonida mazlumlarga umid temasida faoliyat o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan taklif bilan qatnashib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tunishtirdi. Faoliyatda doktor Abdusalom Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish va assimilyatsiya siyosatlarini Sharq Turkiston xalqini lager va turmalarda qirg'in qilayotganligini tafsiliy tunishtirib o'tdi. Shu kuni yana İstanbul Üsküdar Universitetida Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli tunishtirildi. Bu faoliyat Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'oliyati haqida o'tkazilgan bo'lib, faoliyatda doktor Abdusalom Xitoyning Sharq Turkistonda islom va musulmonlarga qarshi siyosat yurgizganligini, Xitoyning millionlagan Sharq Turkiston xalqini lager va turmalarga tutqun qilib, islomdan voz kechishga majburlayotganligini, Xitoyning har xil vositalar bilan xalqni qirg'in qilayotganligi qatorliqlarni tunishtirib o'tdi. Ulamolar birligidan bir hay'at bir qism maktablarni ziyorat qildi. 23 mart Sharq Turkiston Ulamolar birligidan bir hay'at İstanbuldagi bir qism maktablarni ziyorat qilib, o'quvchilarning o'qish sharoiti va o'qish ahvolini egiladi. Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi ustoz Sirojiddin Aziziy boshchiligidagi bir hay'at Sutuqbug'raxon ilm va madaniyat vaqfining to'liqsiz o'ttir maktab o'quvchilari o'g'illar yotiqi, Darul Iman maktabi, Nozugum Qur'on kursi, Ona til yaslisi va Darul Qur'on qatorliq maktablarni ziyorat qilib, o'quvchilarning o'qish ahvoli va o'qish sharoitini egiladi. Hay'at ziyorat jarayonida o'quvchilarga ustoz Muhammad Yusufning O'smirlar uchun diniy savod, Abdulhakim Boqiy Iltabirning O'smirlar uchun Sharq Turkiston tarixi va jug'rafiyasi degan kitoblarni hadya qildi. Hamda o'qituvchilarga bu kitoblarni darslik qilib o'tishni tavsiya qildi. Erdo'g'an Aya Sofiyani aslidagi jami holatiga elib kelish haqida uchur berdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Erdo'g'an tunugun kech Turkiya Beyaz televiziyasi bilan TGRT televiziyasi o'rtaq ulab tarqatgan birlashma suhbat programmasiga qatnashib, jurnalistlarning kun tartibga aloqador savollarga javob berdi. Erdo'g'an 15 martda Yangi Zelandiyaning Christchurch shahrida juma namozi vaqtida ikki jamiga 10 minut orliq bilan hujum qilinib, 51 odamning jenidan ayrilishini keltirib chiqargan terrorlik hujumi to'g'risida to'xtalib o'tdi. Yangi Zelandiya hukumatining o'zlariga bergan va'dasi bo'yicha bu hujumning orqasida kimlarning borligini o'ttirg'i chiqardiganligiga ishonganligini ta'kidlagan Erdo'g'an, hurmatli bosh minister Jasinda Ardernning bayonotlari har jihatdan taqdirlashga arziydi. U bu ishning azobini his qildi dedi. Erdo'g'an Yangi Zelandiya xalqining musulmonlarning azoblariga o'rtoqlashib, insonlikdan nasibasini olmaganlarga insonlik darsi berganligini aytdi. U yana İstanbuldagi Aya Sofiyaga aloqador bir savolga javob berib, buning ismini muzey emas, Aya Sofiya jamisi deb qo'yamiz. Sayohatchilar Sultan Ahmad jamisiga qanday kirdi? Birer haq to'lamdi. Ular Sultan Ahmad jamisi, Sulaymoniya jamisi, Fatih jamisini ziyorat qildi. O'xshash ishni Aya Sofiyada qilsak, muzey salohiyatidan chiqadi deganlarni qayd qildi. Erdo'g'an yana Aya Sofiya jamisining muzeyga o'zgartirish qilmishining Cumhuriyet Xalq Partiyasi zihniyati va qilmishi sababli bo'lganligini alohida ta'kidladi. Olmayacak bir şey değil. Rahatlıkla olabilir. Ve hatta üzerinde bunun öyle durur ki, yani bunu müze ifadesiyle değil, artık bunu Ayasofya Camii olarak aynen koyarız. Ve nasıl Sultanahmet Camii'ni gelip bütün turistler geliyorlar, herhangi bir ödeme şu bu falan yapıyorlar. Hayır. Ziyaretini Sultanahmet Camii'ne yapıyor. Süleymaniye'ye aynı şekilde yapıyor. Fatih Camii'de yapıyor. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapıyor. Çıkar. Zaten bunu biliyorsun. Daha sonradan böyle bir statü buraya verildi. Değil mi? Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz. Yarınki Shvetsiya Xitoyni birinchi tahdid qatoriga kirgizdi. Shvetsiya Davlat bexatarlik idorasi 2018 yillik bexatarlik dokumentida
Xitoy bilan Rossiyani Shvetsiya davlat bexatarligiga tahdid keltiradigan asosli omil deb baholadi. Mazkur dokladda Xitoyning tor hujumi va korxona setib olish qatorliq iqtisodiy ta'sir ko'rsatishni asosli vosita qilganligi, sanoat istixboroti orqali siyosatga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lganligini qayd qildi. Doklad yana Xitoyning yuqori texnika sohasida uchur to'plash, texnikalik mablag' selish va setib olish, strategik mablag' va uchur aloqa Osiyo sohalarida xavf paydo qilayotganligi tilga ilindi. Xitoyning yuqoriqidek texnika o'g'irlash, texnika o'tkazib berishga majburlash, aqliy mulk huquqiga daxli taruz qilish orqali o'zining 2025-yillik planini ishga oshirish, fan texnika orqali iqtisod va siyosatda zo'migarlik o'rniga chiqishni ko'zlayotganligi bildirildi. NATO Germaniyani Xitoy haqida qattiq ogohlantirdi. Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkiloti NATO ittifoqdosh armiyasining bosh qo'mondoni agar Germaniya Huawei shirkati bilan 5G to'g'ri qurilishida hamkorlashsa, NATO armiyasining Germaniya armiyasi bilan aloqalashishni to'xtatadiganligini bildirdi. Amerika Avam palatasi Harbiy ishlar komiteti Yevropaning bo'libmi Germaniyaning Huawei qatorliq Xitoyning telegraf shirkatlari bilan bo'lgan savdo suhbati haqida so'raganda, NATOning bosh qo'mondoni Amerikaning Yevropa qo'mondonlik shtabi qo'mondoni Curtis Scaporati ogohlantirib, agar Germaniya Huawei bilan 5G asosiy qurilishda hamkorlashsa, NATO armiyasi Germaniya armiyasi bilan aloqalashishni to'xtatganligini bildirdi. Curtis Scaparotining deyishicha, ular Germaniyaning uchur aloqa asosining buzg'unchiligiga uchrashidan ansiraydi ekan. Bo'libmi 5G'dan 5G to'rining uchur elish iqtidori insonni hayratda qoldiradigan bo'lib, uning bildirishicha, agar Germaniya davlat mudofaa aloqasida Huawei'ning 5G to'rini qo'llansa, NATO bu sistemada ular bilan aloqa qilmaydi ekan. Sababi bo'lsa, armiyaga nisbatan bu bir xatarlik masala ekan. Germaniya bosh ministri Merkel buningga qarata inkos bildirib, Berlinning Washington bilan Huawei masalasi haqida muzokara qilganligini, biroq Germaniya 5G to'rining bexatarlik o'lchimini o'zi belgilaydiganligini qat'iy holda bildirgan. Merkel ilgari Huawei Germaniya bozoriga kirishdan burun Germaniyaga Xitoy rejimiga uchur bilan ta'minlamaydiganligi to'g'risida va'da berishi kerakligini aytgan edi. Isroiliya G'azzani to'pqa tutdi. Isroiliya armiyasi qamal ostidagi G'azza rayonini zambirak orqali to'pqa tutdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, rayondagi shohidlarning bildirishicha, Isroiliya armiyasi G'azzaning Bayt Hanun rayonining sharqidagi Hamas harakatiga oid ko'zitish nuqtasi bilan G'azzaning sharqidagi boshqa bir ko'zitish nuqtasini zambirak orqali to'pqa tutgan. Eginlasha G'azzadagi Falastin Sahiyya ministrligi hujumlar jarayonida odam o'lish va yaralanish ahvoli ko'rilmaganligi to'g'riliq bayonot e'lon qilmagan bo'lib, Isroiliya armiyasi yaqindan buyon G'azza tarafidan yo'llanayotgan va Isroiliya tarafidan portlatqich moddalarni o'z ichiga olganligi ilgari surilayotgan laglak va ballonlarga qarshi rayonga turli shaklda hujumlarni elib bormoqda ekan. Musulmonlar o'zlarini o'zlari qo'g'dashga boshladi. Xabarnida to'rining xabarida bildirilishicha, Yangi Zelandiyada 2 jamiga elib berilgan qonliq terrorlik hujumidan keyin Amerikadagi musulmon tashkilotlar buningga yangi bir chora topdi. Ilgari jamilarning va maktablarning hujum nishoniga aylanganligini ko'zda tutgan musulmon tashkilotlar o'zining amonlik tashkilotini qurdi. Amerikaning Nyu-York shahri Brooklyn rayonida yangi qurilgan va xizmat berishga boshlagan musulmon jamiyati chorlovchilari musulmonlarga oid jami va maktablarning oldida chorlash xizmatini boshlab, Nyu-York saqchi tashkilotining yetishalmagan yerlarda bexatarlikni qo'g'dashga boshladi. Bu amonlik qo'g'duvchi chorlovchilarning mashinalari va formasi tashkilotning nomi bilan lohilandi. Tashkilot gribi saqchi tashkilotining gribiga o'xshaydigan bo'lib, bu grib ustida assalomu alaykum degan arabcha xatmi bor bo'lib, musulmon jamiyati chorlovchilari deb yozilgan 2 chorlovchi mashina bilan xodimlar yarim kunda bir almashib xizmat boshlagan. Hozir bu tashkilotning 40 nafar xodimi bor bo'lib, texmi cho'ngaytilishi ko'zlanmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.